Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. 12-chi navbatlik Dunyo Sharq Turkistonliklar qarindoshlik uchrashuvining tayyorlik yig'ini ochildi. Adam Force qabohatlik tarix takrorlandi dedi. George Source Yevropani Xitoy hukumatidan iborat bu tahdidni to'nib yetishga chaqirdi. Xo'jadan kelgan qo'rqinchli xabar. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. İstanbul'daki Şərq Türkistan Maarif ve Həmkarlıq Cəmiyyətinin uyuşturucu bilen her yili ötküzülüp keliyotgan Dünya Şərq Türkistanlıqlar qarindoshlik uchrashuvining 12-ci növbətligi aldığımızdaki aylarda ötküzildiğən bulup, bu yığının tayyorligi üçün İstanbul'da kengaş yığını ötküzildi. Kengaş yığında söz qilgan Şərq Türkistan Maarif ve Həmkarlıq Cəmiyyətinin raisi Deytullah Ağuzxan, milli mənfəətimiz asasida ortaq davayimizni yaxşı ilib berishdə təşkilatlar ve rəhbərlər öz ara münasibətlərini küçəytiş kerak dedi. Kengaş yığınıga Şərq Türkistan Təşkilatlar Birliği'nin əzaları ve Dünya Uyghur Qurultayının muavin reisi Doktor Erkin Ekrem qatarlıq kişiler ve dini ölümalar qatnaşdı. Bu yığında 12-ci növbətlik Dünya Şərq Türkistanlıqlar qarindoshlik uchrashuvini qandaq şəkildə, qaçan, qayerdə ötküzüş müzakirə qilindi. Yığında yana uchrashuvning kun tartiblari müzakirə qilindi. Yığında Hidayetullah Oğuzxan söz qilib, o'tgan yildagi qarindoshlik yığınida müzakirə qilingan temalar to'g'risida to'xtalib o'tdi. O mundaq dedi. O'tgan yillarda o'tkazilgan Dunyo Sharq Turkistonliklar qarindoshlik uchrashuvi yig'ini bilan da'vo uchun aktiv xizmat qilayotgan shaxs va tashkilot mas'ullarining munosabatining kuchayganligini ko'ryapmiz. Amaliyotda har sohadagi munosabatlar oldingi yillardagi uchrashuvlar natijasida borgan sir kuchayotdi. Hidayetullah Oğuzxan yana mundaq dedi. Ko'rishlarimizdan qattiq murakkablashib ketishi bilan birga o'zaro qarindoshlik munosabatini so'z bilan emas, amaliy sohada tashkilotlar bilan, rahbarlar bilan İlim sahasıdagilar, ulamolar va ziyolilar hammamiz birlikda o'rtaq kuch chiqarib, birlikda qadam ilishimiz intayin muhim. U bu yig'inning asosligi da'vo yetakchilari bilan tashkilot mas'ullarining saviyasini o'stirish, shundaqla o'zaro munosabatlarni kuchlantirishni maqsad qilganligini bildirdi. Hidayetullah Oğuzxanning bildirishicha, bu qatim uchrashuvda yana har qaysi Uyg'ur tashkilotlari mas'ullarining qatnashishi bilan 3-navbatlik Sharq Turkiston Milliy Birlik Shurosi nomida yig'in o'tkaziladi ekan. Bu yig'inda söz qilgan jamoat arbobi Abduqodir Yapchan apandi Uyg'urlar bilan Xitoylar o'rtasidagi asosiy ziddiyatning zimin va tuproq masalasi ekanligini o'tirib qo'ydi. U Sharq Turkiston ishg'ol qilib olgan Xitoyning Sharq Turkiston ziminini abadiy o'zining qilib olish uchun Uyg'urlarni har xil qabih vositalar bilan yo'q qilishga urinayotganligini ta'kidlab o'tdi. U shuning uchun biz Xitoy bilan bo'lgan kurashning ishg'oliyatga qarshi zimin ko'rish ekanligini aniq bekitib olishimiz kerak dedi. Xitoy hukumatining atalmış asabiylik va terrorlik qarshi turish nomida millionlagan Uyg'urni lagerlarga qamalish haqida Kanadadagi McQueen universitetining professori Adam Force tarixning takrorlanish nuqtasidan fikr yurgizishni tavsiya qildi. Bo'libmi o'tgan asrdagi mustamchilik va qirg'inchilikning amalga oshishida bir muhim masaladan bo'lgan yig'ilish lagerining 21-asrga kelganda yangi boshdan o'tirg'i chiqishi uni yana bir qatam bu masala haqida o'ylanishga undagan. U bu vaqtda mundaq dedi. Xitoy hukumati keng avomga o'zlarining qilayotganlarining yo'lliq ekanligini namoyon qilish maqsadida biz ko'rayotgan tibbiy atalg'ularni yoki tarqalishchan kasallikka doir so'zliklarni ko'plab ishlatishga boshladi. Amdilikda bo'lsa Xitoyning bu qilmishi hozir ajoyib bir to'g'ri gap qilish hodisasiga aylanib qoldi. Xitoy hukumati Uyg'urlar haqida virusning gapini qilaverib, hozir o'zlari tojisimon virusning balasi qilyotdi. Tarqalishchan kasallik paydo bo'lganda bemor odatda boshqalardan ayirib tashlanadi hamda zarur bo'lgan karantin qilish tadbirlari e'landi. Hozir tojisimon virus va 10 necha yil ilgariki SARS kasalligiga qarshi turish jarayonida bu tadbirlar ijro qilingan. Ammo Uyg'urlar tatbiqlangan hamda ularning beshiga kelayotganlari bo'lsa, buningdan butunlay farq qiladi. Qaraydigan bo'lsak, meditsina sohasida qo'llaniladigan so'zliklar xuddi meditsina texnikasi import qilayotgan shaklda o'z ijrosini topdi. Xitoy hukumati o'zlarining yo'lliq ish qilayotganligini hamda bu xil ideologiyalik yuqumlanishning boshqalarga yuqib qolmasligini istayotganligini ko'rsatish uchun begunoh Uyg'urlarni g'oyat zo'r ko'lamda tutqun qilishni boshladi. Shundaqla o'zlarining bu bemorlarga dori berayotganligini tashviq qilishga boshladi. Shunga dori va kasallik haqidagi bu so'zliklar amaliyotda Xitoyning g'arbiy qismida bo'layotgan ishlarni xalqaro yo'lliq qilib ko'rsatish uchun ko'plab qo'llanilyapti. Hozir mening eng andish qilayotganim Xitoy hukumati maxfiy holda pichirlayotgan ishlar emas. Uyg'urlardagi atalmış yuqumli kasal, virus, bakteriya degandek so'zlar bo'lmoqda. Chunki bular oldi bilan nejis kasallarni yo'qotishdagi iboralardir. İkinciden biz bu xildagi iboralarni va sharhlarni ko'plab qo'llanish hodisasini Sovet ittifoqining gulaglaridagi, shuningda natsistlar Germaniyasining jazo lagerlaridagi qabih jinoyatlarni yoshirish uchun aktivlik bilan qo'llanganligini ko'p qatim ko'rgan. Ma'lum bo'lishicha navbatda butun Xitoyni tojisimon virus qoplab ketgan. Hamda buning vahimasi tashqi dunyoni zo'r andishlarga selayotgan bo'lib, buning bilan lagerlar qamalib yotgan millionlagan Uyg'urlarning taqdiri damalliqqa bir chetga o'tib qolmoqda. Mutaxassislar bo'lsa Uyg'urlar haqidagi ideologiyalik virusning amdilikda lagerlarni bo'ylab zo'r ko'lamdagi moddiy virusga aylanib ketishidan andish qilmoqda.
Amerikalik milliarder ataqlıq saxavatçı və Amerikadakı Erkin Cəmiyyətlər Fondining qurğuchisi George Soros əpəndi Yevropani Xi Jinpingning hakimiyyəti ostidagi Xitoydan iborat tahdidni to'nib yetishga chaqirdi. O 11 fevral kuni Qurilish birligi nomli muloyiza xabarlar to'rbitida Yevropa Xitoyni o'z peti to'nish kerak mavzusida maqola e'lon qilib, Xi Jinping hakimiyyəti ostidagi Xitoy hukumatı bilan hamkorlashning Yevropaning qimmat qarashlariga butunlay xilofligini ta'kidladi. O maqolasini mundaq boshlagan: Yevropa xalqi bo'lsin yoki Yevropadagi siyosiy va iqtisodiy liderlar bo'lsin, ularning hech qaysisi Xi Jinping hokimiyatidagi Xitoy paydo qilayotgan tahdidni tushunmayotdi. Xi Jinping yuqori texnologiya orqali Xitoy jamiyatini mutlaq qamal ostiga olgan bo'lsa-mu, ammo Yevropaliklar Xitoyni faqatla muhim tijorat sheriki deb qarayotdi. Ular Xi Jinpingning Xitoyda huquq tutgandan beri Yevropa birligining qurilish prinsiplariga butunlay zid bir rejim shakllantirayotganligini nazarga olmadi. George Soros maqolasida Angliyani buningga alohida misol qilib ko'rsatib, Yevropa ittifoqidan ayrilib chiqqan Angliya bosh ministri Boris Johnsonning hozir Yevropa ittifoqidan xoli bir iqtisod shakllantirish xayolida bo'layotganligi va bu sababli Xitoy bilan bo'lgan savdo hamkorligini yanada kuchaytirish yo'li qarab mengayotganligini bayon qilib, buning xatoligini ta'kidlagan. U yana hozirgi Amerika hukumatining Xitoy qaratgan siyosatlarini, shundaqla Huawei qatorliq bir qancha Xitoy shirkatini Amerika hukumatining ruxsati bo'lmay turib, Amerika shirkatlari tijorat qilolmaydigan tizimlik olganligini qarshi olgan. U maqolasida yana Huawei shirkatining qurilish tarixi, orqa ko'rinishi qatorliqlar haqida tafsili to'xtalib, agar Huawei shirkati ilgari belgilik darajada erkinlikdan bahramon bo'ldi deyilsa-mu, bundaq erkinlikning Xi Jinping hokimiyatga kelgandan keyin butunlay yo'qolganligini bildirgan. U Huaweining Xitoydagi boshqa har qanday shirkatga o'xshash kompartiyaga mutlaq bo'ysunganligini, chunki 2017-yil Xitoyda davlatlik istixborot qonunining ma'qullanishi bilan buning qonuniy majburiyat holiga kelganligini eskartgan. O dal bu sabablik uzun o'tmayla Huawei xizmatchilarining Polsha qatorliq davlatlarda josuslik voqealariga chetilib qolganligini bayon qilgan. Biroq u Yevropaning buningdan ig'ir xavf ostida ekanligini eskartib mundaq degan: Josuslik Yevropa uchun cho'ng tahdid emas, biroq Yevropaning eng muhim asosiy qurilishini Xitoy texnologiyasiga omonat qilganlik deganlik tahdid va buzg'unchilik ishga oshganlik deganlikdir. Xi Jinping hokimiyatiga Xitoyning Yevropa ittifoqining qurilish prinsiplariga zo'r tahdid ekanligi menga intayin ro'shan bo'lsa-mu, biroq u Yevropa ittifoqi a'zo davlatlar rahbarlariga, sanoat rahbarlariga, bo'libmi Germaniyadagilarga tex oydin emas ekan. Soros apandi maqolasida Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlarning Huawei'ning 5G bozoridagi monopoliga qarshi oyig'i chiqmaydigan ziddiyatning ichiga kirish o'rniga Amerika bilan birlikda yoki o'z oldiga Nokia va Ericsson shirkatlarini Huawei'ga raqobatchi qilib taraqqiy qildirish kerakligini bildirgan. George Soros apandi maqolasida Xitoy hukumatining Sharq Turkiston va Tibet qatorliq rayonlardagi kishilik huquq tafsilotchiliklari ustidan to'xtalgan. U tuvandikilarni bayon qilgan. Xitoy davlat raisi Xi Jinping bu yil sentabrda Yevropa ittifoqi a'zo 27 davlatning davlat va hukumat boshliqlari bilan ko'rishdi. Yevropa rahbarlari agar Xi Jinpingni Xitoyda kishilik huquqni kafolatga ega qilolmaganligi, bo'libmi Xinjiang, Tibet va Hong Kongdagi vaziyat uchun javobgarlik tortmagan taqdirda bu uchrashishning Xi Jinpingga bir siyosiy g'alaba bo'lib qoladiganligini tushunib yetish kerak. U maqolasini mundaq deb oxirlashtirgan: Faqatla Xitoydagi siyosiy rahbarlik qatlamalar Xi Jinpingning kelajagi haqida qaror beralaydi. Uning koronavirus yuqumini bartaraf qilishdagi xatolikdan kelib chiqqan ziyon Xitoy xalq ommasiga oydin bo'ldi. Uni endi Xitoy siyosiy byurosimi e'tirof qilish kerak. Yevropa ittifoqi uning siyosiy qutulishiga qarab turib asos yaratib emaslik kerak. George Soros 1930-yili Vengriyada tug'ilgan bo'lib, u 2-dunyo urushida natsistlar Germaniyasining yahudilar qaratgan jazo lagerlaridan hayot qolgan. O hozirgacha o'zining turlik fondi jamiyatlari va erkin jamiyatlar fondiga o'xshash tadqiqot markazi uchun 32 milliard Amerika dollaridan ortiq yordam qilgan tonilgan tijorat odami. U 2019-yilning boshida Shveysariyaning Davos shahrida o'tkazilgan dunyo iqtisod munbiri yig'inida qatnashganda har qaysi davlatlarning Xitoy kompartiyasi va uning uchun xizmat qiladigan Huawei'dan ogoh bo'lishga chaqirgan. Uning so'zi ayni chaqda kuchli diqqat qo'zg'agan. İxtiyar muxbirimiz Alqamjonning bugun atigan bergan ma'lumotiga qaraganda, Xitoy virusining G'ulji diyorida kishini cho'chitgidek ahvolda ekanligi muhojiratdagi qarindoshlarni andishiga solmoqda. G'ulji shahriga 40 kilometr keladigan G'ulji nohiya Do'ngmazor bozorida 4 kishi yo'qomlangan bo'lib, ahvoli og'ir ekan. Buning bilan Do'ngmazor bozoridagi barliq yo'llar qamilib, uylar pechatlangan. Aholining yemak-ichmak ehtiyojimi qiyin ahvolda qolgan bo'lib, bu bozorga 5 kilometr keladigan Sulton Oys mozor degan yezida 80 yoshli bir boboyda Xitoy virusi payqalgan. Bu munosabat bilan G'ulji tabasidagi ta'minotlar to'xtatilgan. G'ulji shahri Arambog' doktorxonasidagi Uyg'ur ayol doktor bir oydan beri uyga qaytmay ismini qo'shib ishlaganligi uchun og'ir charchab naq maydonda hayotidan ayrilgan. Xitoy hukumatining virusni bahona qilib, uylarni pechatlab Uyg'urlarni ochlikdan o'ldirish xavfi nihoyat zo'r. Buni Xitoy radio ovozidan anglaylik. Eli oblastidagi har millat ommaga yozilgan xat. Butun oblastdagi har millat ommaga
Yangi tipdagi tajisman virusluq o'pka yallig'i yuqumining oldini olish tezginlash, bir maydon xalq ommasining hayotiy bexatarligi va sog'lomligini qo'g'daydigan keskin kurash. Partiya Markaziy komitetining bir tutash qo'mondonligi va Avtonom rayonlik partiya komitetining kuchli rahbarligida elida yuqumning oldini olish tezginlash xizmati qonun bo'yicha tartibli qanot yaydirilmoqda. Shuning bilan bir vaqtda shunimi sagaklik bilan tunishimiz kerakki, hozir oblastga bevosita qarashliq joylarda aniq diagnoz qo'yilgan kasallik misolida hech qanday alomati yo'q, aniq bo'lmagan yuqum manbasi bilan yuqumlanganlar ko'rilmoqda. Yuqum yinimizda, yanami kengayish xavfi bor. Har vaqt har millat ommaning hayotiy bexatarligi va sog'lomligiga og'ir ziyon elib kelishi mumkin. Biz duch kelgan oldini olish tezginlash vaziyati intayin keskin. Oldini olish tezginlash vazifasi intayin mushkul. Oldimizdagi bir bosqich yuqumning oldini olish tezginlash jangi eng kuchaydigan halqiliq bosqich. Texmi qat'iy ishonch, texmi kuchli iroda, texmi keskin tadbir orqali har millat ommaga yaqindan tayansaqla, yuqumning oldini olish tezginlashdan iborat xalq urushi, umumiy jang, to'sib zarba berish jangida cho'qim qat'iy g'alaba qilamiz. Navbatda yuqumning oldini olish tezginlashdagi eng unumli usul yuqum manbasini uzib tashlash. Odamlar avtomobil eqimini azaytib, o'zaro yuqishni to'sish. O'zingizning hayotiy bexatarligi va sog'lomligi uchun bugundan boshlab oilangizda dam oling. Uyingizdan bir qadam ayrilmang. Yuqumning oldini olish tezginlash xizmatiga qatnashayotgan hukumat xodimlari va jiddiy taqobil turish kafolatlantirish o'rnidagi xodimlar, nuqtaliq korxonalardagi ishlab chiqarishga qatnashayotgan xodimlarni har qaysi o'rinlar bir tutash yipiq holatda mashg'ulot olib berish, o'z o'rnida dam olishga tashkillash kerak. Har millat omma xotirjam bo'linglar. Hukumat zarur bo'lgan turmush lozimatliklari va davolash kafolati buyumlarini setib berish va yetkazib berish salmoqini zo'raytib, normal turmushning ta'siriga uchirmasligiga kafolatlik qiladi. Oilada dam olayotgan mezgilda ko'ktat, un, guruch, may, dora, ko'mir qatorliq zarur turmush lozimatliklarini setib olmoqchi bo'lsangiz, Kenit mahalla aholilar komiteti bilan aloqa qilishing. Xizmatchi xodimlar bir tutash setib olib, ishik oldingizgacha yetkazib beradi. Agar suv, tok, gaz, telefon haqi qatorliqlarni topshirmoqchi bo'lsangiz, xizmatchi xodimlar bir tutash sizga vakolatan topshirib beradi. Ailedan chiqqan axlatni xizmatchi xodimlar ishik oldingizdan bir tutash yig'ib elib ketadi. Axlatlarni turga ayirib bir taraf qilish kerak. Agar tasodifiy kasal bo'lib qolsangiz yoki oilangizda alohida jiddiy ahvol ko'rilsa, Kenit mahalla xizmatchilari bilan aloqalashsangiz yoki 110 120 ga telefon qilib yordam so'rasangiz bo'ladi. Odatdagi kasallarni Kenit mahalla bir tutash doktorxonaga elib berib davolatadi. So'zilma xarakterli kasallar, asosiy kasalliklarga to'g'ri setib olmoqchi bo'lsangiz, xizmatchi xodimlar vakolatan yetkazib beradi. Ili uzoq tariqqa va sharaflik an'anaga ega. Kishilar talpinadigan sadichin sirtidagi go'zal joy. Biz hammaylar o'rtaq qo'g'daydigan go'zal yurt makon. Ilining qudratlik, botur har millat o'g'il qizlari vatanning birligi, millatlar ittifoqligi, ijtimoiy muqimlikni qo'g'dash, islohot ijib etishni ilgari surish, iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotni tezlatish jarayonida boshdan oxir partiyaning qo'mondonligiga bo'ysunib, xabar topgan hamon harakatga kelib, qiyinchilikdan qo'rqmay, shart qo'ymay, sonsiz shonliq natijalarni yaratgan. Qiyin paytda yurt makonni qo'g'dash hammalarning bosh tortib bo'lmaydigan mas'uliyati va burchi. Shuning bilan birga ko'pchilikka shuni eskartamizki, Jumhur Xalq Jumhuriyatining yuqumli kasalning oldini olish davolash qonuni va Avtonom rayonning ig'ir zo'r tasodifiy ommaviy sahiya vaqasiga birinchi darajalik jiddiy taqobil turish loyihasidagi aloqador belgilamalariga asosan oldini olish tezginlash tadbiriga moslashmaganlar qonun bo'yicha munosib qonuniy mas'uliyatni ustiga oladi. Qilmishi ig'ir, ommaviy bexatarlikka ziyon yetkazganlar qonun bo'yicha jinoiy ishlar mas'uliyatini ustiga oladi. Biz shuningga ishonamizki, elining har millat o'g'il qizlari xatarlik payt va zo'r sinoq oldida partiya va hukumatning chaqiriqiga ovoz qo'shib, umumiyatga bo'ysunib, bir niyatda ittifoqlashib, irodadan sepil hosil qilib, qiyin o'tkalga birlikda hujum qilib, har bir ommaning hayotiy bexatarligi va sog'lomligini o'rtaq qo'g'daydi. Go'zal yurt makonni o'rtaq qo'g'daydi. Oilada turish yuqumga taqobil turganlik, dam olganlik, to'kib qo'shganlik. Oilangizda dam oling. Sizga salomatlik tilaymiz. Eli oblastlik yangi tipdagi tajisman virusluq o'pka yallig'i yuqumining oldini olish tezginlash qo'mondonlik shtabi 2020-yili 2-oyning 17-kuni. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga emanet.